Assalomu alaykum barchaga. Navbatdagi Damas avtomashinasini ishlarga kirib qo'ydik. Mana akkuratni qilib oltirib berdik. O'ynaklari. Bakın. Holatda. Samoklarini demontaj qilib bu yerda ichida rezinka bo'ladi. Rezinkasi ko'rinyaptimi? Shu rezinkasini qoldirib ko'p yoplashyapti. Akalar shuni yoplashamanglar. Taraf qoladi. Mana qanday joylarni ham chiroyli holatda qilib bagajlarigacha o'sha holatda tomonlari ham o'ta go'zal holatda. Bu oynak vakuum holatida oynaklarga tushiramiz-da, yozgi holatga o'tkazamiz. Yozgi holatga o'tkazilgan o'zi hech qanaqa kuchlarsiz ishga tegsa hisob ixlos qilsa yopilib ketaveradi. Mehnatimizni qadrlaysizlar degan umidamiz. Layklarni bosib yo'qotmaslik uchun obuna tugmasini bosib qo'yasizlar. Kimga shunday xizmatlar kerak bo'lsa, telefon raqamini ma'lum qilib bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin. Sog' bo'lasizlar.